prezident nazari tushib sudyalikka tayinlansam yoki qonunlar Toshkentda boshqacha, Jizzaxda boshqacha ishlaydimi? Ahrana chaqirib sud zalidan chiqarib tashladi. Azizlar, dunyo so'nggi yillarda juda yomon davrni boshdan kechiryapti. Avvaliga Covid pandemiyasi, millionlab odamlar vafot etdi. Iqtisodiyotlar to'xtadi. Sayyoramizdagi urushlar va beqarorliklar natijasida dunyo siyosati notinch bo'lib qoldi. Shu voqealar qatorida men bilan ham qiziq ishlar bo'lib o'tyapti. Avvaliga sharaf bilan xavfsizlik xizmatida ishlardim. Keyin esa Ichki ishlar vazirligiga o'tkazishdi. Bo'linmamizning ijtimoiy ta'minoti bilan bog'liq kamchiliklardan shikoyat qilaverib, oxiri ishdan bo'shab ketdim. Yaxshiyam eski O'zbekiston payti shu voqealar bo'lmadi. To'rtmucham sog'-ku deya shukr qilib, shaxsiy avtomobilimda tirikchilikda davom etdim. Tayyor oylik ish haqiga o'rgangan odamga endi shu pulni ko'chada misqollab yig'ish osonmas albatta. Qiyinchiliklarga-ku ko'ndim, lekin adolatsizliklargachi. Taksistlik faoliyatimda ichki ishlar xodimlari o'zboshimcha harakatlari bilan xalaqit qila boshlashdi. Noqonuniy jarimalarning 10 ga yaqinini sudlarda yutib chiqdim. Ayrim adolatsiz sudlar haqida ham jiddiy e'tirozlarim bor. Hammasini dalillar bilan ushbu Jizzaximiz sahifasiga qo'yib boraman. Tajribalarimni ulashaman. Agar siz ham Jizzax viloyatidan bo'lsangiz, iltimos ushbu sahifaga obuna bo'ling, like bosing, fikrlaringizni yozib qoldiring. Menga dalda bo'ladi. Rahmat. Aytgancha, voqealarni chuqur tahlil qilmay, siyosatga bog'lab noto'g'ri xulosa chiqarmang. Siz o'ylaganday bo'lganda, men oddiy inson bo'la turib sudlarda yutib chiqmagan va bunday bemalol gapira olmagan bo'lardik. Shunday ekan, vatanimizni qadrlaylik. Xullas, litsenziyam bo'lishiga qaramay, Toshkentdan Jizzaxga 60 mingga yo'lovchi mindirganim salkam 800 ming jarima to'ladim. Ha, men to'xtash taqiqlanadi belgisi ta'sirida yo'lovchini 12 minut kutdim. Siz qayerdasiz o'zi? Men hozir 12 da. Qanchada kelasiz? 5 minut emas, tezroq keling. Qonunchilikda bu belgi litsenziyaga ega taksi haydovchilariga yo'lovchi va yuklarni olish va tushirish paytida ta'sir qilmaydi deb yozib qo'yilgan. Nima uchun qonunchilikda kutish haqida hech qanday qoidalar yo'q? Axir yo'lovchini kutish degan muammo taksi xizmati paydo bo'lgandan beri bor-ku. Nega qonun chiqaruvchilar shu muhim jihatga e'tibor bermagan? Balki yo'lovchilarni tushirish, chiqarish jarayoni har kimda har xil, ya'ni individual bo'lgani uchun yuqoridagi ta'sir qilmaydi qoidasi mazmunida kutishni ham nazarda tutishgandir. Kutishni qonun bilan tartibga solishmagan ekan, demak taksist yo'lovchini to'xtash taqiqlanadi belgisi ta'sirida kutishi jiddiy oqibatlarga ham, javobgarlikka ham sabab bo'lmaydi.